Assalomu alaykum hammaga. Bu yerda servisdagi ish jarayonlari bilan birma-bir tanishtirib o'taman. Chazor mashinasini olib qo'yganmiz. Chazor mashina. Nima qilyapsizlar bu mashinaga? Saqlanbek. Farasini almashtirib beramiz buni. Farasiga o'dar bo'lgan, ichiga suv o'tib ketgan. Mana farasiga. Farasi ichiga suv o'tib ketgandan keyin narx farani mehnat qilishni boshlab qoladi. Shuning uchun tezroq fara yangini ustuna qilish kerak. Agar fara qo'ymasa narxiga ham ziyon yetishi mumkin-da. Farasini almashtirib beramiz hozir. Akalar, servisimizda har doimgidek ish jarayonlari bo'lyapti. Bu bilan menga suv o'tdimi, o'tmabdimi? Yo'q, suv o'tmaydi. O'tmabdi bunga. O'z So'ng Pro mashinasi akalar, bunga termostat qo'yib beryapmiz yangi. Mana o'zi yangi termostatlar o'rnatib bo'lganmiz. Agar termostat kuyishi bilan mashina ограничение bo'lib qoladi. Nimaga desanglar, chunki mashina sovutmay qo'ya, охлаждение yo'qoladi. Qariyb 74 ming yurgan BYD tang. Akalar, bunga yangi amortizatorlarni qo'yib beryapmiz. Men amortizatorlarni ko'rishinglar mumkin. Maniki o'zi yog' qo'yib yuborgan amortizator. Yog' qo'yib yubordim, o'zi shaqillab qolishni boshlaydi. Mana shunday ko'rishinglar mumkin. BYD'lar ichidagi eng qimmat amortizator shu BYD tanga tegishli bo'ladi. Akalar, servisimiz ishda, bemalol kelib ishlaringizni bitirib ketsanglar bo'ladi.